Kecha soat 2da keldi ko'chadan. Urushmaydigan oila, tasavvur qilinglar. Xotin uni kutib olyapti. 2da. Biz tasavvur qilib ko'ringlar, mumkin emas bo'lishi. Doniyor aka, nasıl yordam qilib turing. Assalomu alaykum. Begim. 2da ya. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom mohim. Nechun bedorsiz? Begim, axir siz ko'zlarimga uyqu kelarmidi? Begim, so'raganning aybi yo'q. Vaqt ham allamahal bo'lib tur. Andakkina hayallaganday bo'ldingiz. Ulfatlar bilan choyxonada suhbatimiz biroz cho'zildi. Shunga kechikdim mohim. Ha. Suhbatingiz cho'zildimi? Ma'qul, ma'qul. Begim, yoqangizda lab bo'yog'i. Bu nechuk hol? Bilasizmi? Ulfatlar bilan sirkka kirgandik. Masxaraboz bilan urushib ketdim. Ha. O'tgan safar boshqa sirkka kirgan edingiz, adashmasam. Biron nima tanovul qilasizmi? Masxaravoz bilan olishib ancha toliqqan bo'lsangiz kerak.